Birinchi o'rinda biznesmen bo'lish hammaga ham emas. Kriminal ko'p joylarda ishlash juda ham qiyin. Hozir otib yuboraman dedi, ko'zlari qizarib ketgan qora tanli odam. Amerikadagi tracking biznesda xatosi birinchi o'rinda to'g'ri strategiya qilmay qo'yadi. Bilim berish kerak, ta'lim berish kerak, keyin talab qilish kerak. Biz o'zbeklar shunaqa ishlaymiz, sadoqat bilan ishlaymiz, to'g'ri ishlaymiz. O'sha o'zbekligini yo'qotmagan, madaniyatini yo'qotmagan avlodlarni shakllantirish kerak. Soliqni davlat tomonidan 0% to'laymiz. Ba'zan insonning eng katta sinovi o'z yurtidan uzoqda, begona yurtda yangi hayot boshlashidir. Bizning qahramonimiz ham Amerikaga oddiy musofir sifatida qadam qo'ydi. Orzular katta edi, ammo yo'l oson emasdi. Yangi muhit, yangi qoidalar, yangi sinovlar. Men Andijon viloyati Marhamat tumanida 13-noyabr 1977-yili xizmatchi oilasida dunyoga kelganman. Otam Jumaboyev Sherali qishloq maktabida 16-o'rta maktabida o'qituvchi bo'lgan, rus tili fanidan. Onam esa uy bekasi va o'sha paytlarda kolxoz deyishardi. Kolxozda pilla, paxta, dalalarda ishlab bizni tarbiyalagan, boqqan. Men oilada ikkinchi farzand bo'lganman. Mendan katta opacham bo'lgan, keyin 4 ta o'g'il va eng kenja 2 ta qiz bo'lgan. Biz endi o'sha qishloq joylarda, qishloq maktabida o'qib, bir paytda o'zida endi 70-80-yillarda tug'ilganmiz biz oilamizda ko'pchilik. Shu paytda juda katta ham SSR'da mazasini ko'rganmiz, ham mustaqil 90-yillardan keyin mustaqillik shabadalarida o'sganmiz. Shunday qilib 95-yilgacha men 16-maktabda va 94-95-yillari Marhamat shahridagi 3-fizika matematika litseyida o'qiganman. Yoshligimizda biz hatto mahallada futbol o'ynab katta bo'lganmiz, ko'chalarda har xil o'yinlarda o'ynaganmiz. Qishloq joyda bo'lgandan keyin albatta mol boqasiz, qo'y boqasiz, tomorqa ishlari bo'ladi. Har bitta sohada o'zi do'stlarimiz bilan, oilaviy, qarindosh urug'lar bilan albatta bu yerda musobaqalar bo'lardi. Misol uchun musobaqada qaysi ma'nodaki kim ko'p suv tashish, kim ko'p shu ishni bajarish, kim ko'p misol uchun shu uy ishlariga yordam berish. Uylarni qurganda biz o'zimiz yordam berardik uydagilarga va qo'shnilarga, kim ko'p g'isho berish, shunga o'xshagan narsalar bo'lardi. 5 bahona olish uchun biz maksimal darajada sinfdoshlar, qizlar, bolalar raqobat qilish uchun, yaxshi o'qish uchun qo'limizni ko'tarib, yil bo'yi mehnat qilardik. Yilda oxirida albatta keyin uni maqtovyorlik deyishardi. O'sha paytlarda biz oilada 7 ta farzand bo'lgan bo'lsak, ayniqsa onam unaqa narsalarga juda qattiq turardi. Qani senlar deydi, darvozadan kirib kelayotganda 25-may bugun maqtov yorlig'ing bilan kirib kelishgan deb maqtov yorlig'imiz bilan kelganlarni kirgizardi. Hammamizda qo'limizda maqtov yorliq, sog'lom raqobat insonda va jamiyatda ildam qadam tashlashiga, yaxshi natijalar erishishiga yordam beradi. O'zi hayotda vatan bilan ota-ona tanlanmaydi. U endi tabiiy holat. Undan keyingi tanlovlarda ham siz qaysi joyda tug'ilgan bo'lsangiz, o'sha joylarda do'stlar orttirasiz. Do'stlarning eng oddiy va sodda va samimiylari men o'ylaymanki, yoshlikda nasib qilgan, yoshlikda birga o'sgan maktabdagi do'stlar deb hisoblayman. Boshqa litsey, boshqa jarayondagi institut, universitet, ulfatlar, ko'chada keyinchalik ish yuzasidan orttirgan do'stlardan tashqari va hamma uchun bitta qoida, men uni tushunib yetganman. Maktabdagi samimiy do'stlar. O'sha sinfdoshlar bilan birga o'sasiz, u sizni har xil holatlarda ko'rgan. O'sha jarayonda
siz ulg'ayasiz. Keyinchalik ham o'sha do'stlarni 20 yil, 30 yildan keyin topgan taqdiringizda ham o'sha do'stlaringiz siz uchun to'g'ri sal yoshi o'tgan bo'lishi mumkin, sochlariga oq tushgan bo'lishi mumkin, hayot o'sha bir qandaydir qiyinchiliklarga duchor qilgan bo'lishi mumkin, lekin baribir ham gapirganingizda o'sha maktabdagi yoshliklar sizni esingizga tushadi. Bu haqiqiy do'stlik bo'ladi. Endi yoshlikdagi orzular vaqt o'tgan sari sayqallanadi. Keyin fikrni atrofdagilar o'zgartiradi, o'zingizni qiziqishlaringizni o'zgartiradi. Kimdir misol uchun doktor bo'laman desa, kimdir kosmonavt bo'laman deydi. Meni orzularim kolxozga rais bo'lish edi, chunki meni onamning otasi Mustafa rais kolxozga rais bo'lgan. 35-yildan 55-yilgacha onam o'zi aytib berardi, otamga o'xshab rais bo'lasan dedi. Keyinchalik taqdir shunaqa bo'ldiki, 90-yillarda yengil sanoat rivojlandi. Qiyin bo'lib qoldi. Boshqa shaharlarga, katta shaharlarga borish. Shu paytlarda Andijonda uydagilarga qiynalmasin deb Andijonda o'qishga kirishga qaror qildim va budjetga 95-yili Andijon muhandislik iqtisodiyot instituti trikotaj texnologiyasiga kirdim. 2 yil o'qigandan keyin ba'zi bir qishloqdagi birga o'sgan bolalarim Toshkentga litseyga, institutga kirganlar, Medinstitutga, Sampiga, boshqa institutlarga kirganda, men ular kelganda men Andijondaman, ular Toshkentda. Qiziqishim yana tag'in o'zgarib, Toshkent moliya institutiga kirishga harakat qildim. 2 yil o'qigandan keyin Toshkent moliya instituti davlat byudjetiga o'qishga kirib, o'sha yerda imtiyozli diplom bilan bitirib, keyin magistraturasiga o'qishga kirdim. Soliqlar va soliqqa tortish fakultetiga. Endi hayotda o'qish va tajriba ikkalasi bir-biriga uzviy bog'liq. Tasavvur qiling, o'qimasa shifokor o'zining kasbiga ega bo'la olmaydi. Lekin tajriba orqali kosib o'zini hunariga ega bo'ladi. Birinchi o'rinda baribir ham ta'limni, bilimni, ilmni boshiga qo'yib, keyin tajribalarni oshirgan yaxshi deb o'ylayman. Amerikada shu narsalar ba'zida o'rin almashadi. Maktabni bitirgan o'quvchi birinchilab ishlab ko'radi. Keyin 1 yil, 2 yil, 3 yil ishlagandan keyin o'zi tushunib yetadiki, demak institutga kirishim kerak ekan, o'qishim kerak ekan deydi. Endi bizga ham shu jarayonlar yetib kelyapti. 2 yil, 3 yil, 4 yildan keyin o'qishga kirishlar. Lekin bizda o'zi asosan maktabni bitirgandan keyin, yakunlangandan keyin o'qishga kirish o'z odat. O'zbekiston sistemasida yoki sobiq Sovet mamlakatlar sistemasida, lekin Amerikada u narsa odat emas. O'qishni maktabni bitirib o'qishga kirish odat emas. Lekin baribir ham men o'zimni tushuncham, o'zim falsafam, o'zimni hayotiy tajribadan kelib chiqib aytaman, chunki men bir tomoni Sovetda odamiman. Chunki men SSR paytida tug'ilganman. O'sha paytda katta bo'lganman. Qaytib kelib turib yangi O'zbekiston paytida endi institut bitirayotgan paytimda hali ishlamay ulgimay qolgan paytimda Amerikaga ko'chib kelganman. Mana 23 yildan beri. Shuning uchun men tushuncham bo'yicha birinchilab baribir ham ilm olish kerak. Uni statistika ham ko'rsatadi. Mana O'zbekistonga olib qarasangiz ham, Amerikaga olib qarasangiz ham, shu milliarderlarni 95-98% o'z statistika ham ko'rsatib turibdi. Baribir institutlarda o'qigan. Hech bo'lmasa, masalan uchun mana Mark Zuckerberg Facebook'da asoschisi yoki bo'lmasa Bill Gates Microsoft asoschisi, ular ham institutni tashlab ketgan, lekin Garvardga kiradigan darajada endi ikkita taniqli odamlar aytyapman. Amerikada bunaqalar juda ko'p, minglab odamlar bor. Katta milliarder bo'lib ketgan, katta tadbirkor bo'lib ketgan. Ular baribir ham ilmda orqasidan boylik orttirgan. Noldan boshlangan yo'l bugun katta tajriba va mehnat samarasi bo'ldi. U har bir qadamini mehnat bilan bosdi. Qiyinchiliklardan to'xtamadi va vaqt o'tib Amerikada o'z o'rnini topgan haqiqiy biznesmenga aylandi. Men 2003-yil 10-aprelda kelganimda Chikago shahriga uchib keldim. 20-maygacha
Endi O'zbekistondan men uni qarz bilan kelganman. Studentlik paytimda kelganman. Hali ishlab ulgurmaganman. 3 ta ukam, mendan kichkina ukam Bahrom Toshkent yuridik institutida o'qirdi, 4-kursni bitiryapti. Keyingisi bojxonada o'qirdi, bitiryapti Ulug'bek. Keyingisi Oybek Jahon iqtisodiyot diplomatiya universitetida 2-kursda o'qirdi. Shularga men pul berishim kerak edi. Bor pulni olib, qarzlarni olib Chikaga keldim. Undan bu yerdan so'radim, na pravo bor, na cho'ntagimda pul bor. Keyin Ohio shtatiga ketdik, Cincinnati shahriga tanishlarim jo'natishdi. O'sha yerga bordim. O'sha yerga borib, u yerda keyin housekeeping deydi, shu gastitsada xonalar tozalaydigan karton zavodda ishladim. Student bo'lib Amerikaga kelib turib, yaxshiroq ish qilamiz deganmiz, lekin xona tozalaymiz demaganmiz, yo karton zavodda ishlaymiz demaganmiz. Restoranda basbo'y bo'lib ishladim. Basbo'y degani endi stollarni ovqatlanib ketgandan keyin tozalaydigan odam. O'shanday bo'lib ishladim. 4 oy davomida men ishlab, tilni yaxshiroq o'rganib, hujjatlarimni qilib, pul ishlab, O'zbekistonda ham o'sha $300 pulni ham qadri o'ta baland edi. Chikaga keldimda, endi kelishdan oldin albatta gaplashib qo'ydim. U paytlarda unaqaligi smartfonlar bo'lmas edi. U paytda unaqa internet yaxshi rivojlanmagan edi. GPSlar yo'q edi. Shu keldim, kelib gas stationda ishladim. Andijonlik bola bordi, aytdi, men dedi taksiga chiqaman dedi. Siz gas stationda ishlaysizmi dedi. Keyin ha bo'ldi dedim, ozgina o'rgatdi, ishladim. 24-oktyabr kuni bir kechasi fojia bo'ldi. O'sha yerda ishlaydigan Chak degan odam bor edi. Kechasi o'zi security bo'lib ishlaydi, o'sha xavfsizlik ta'minlaydigan. Jinoyatchilar ko'p bo'lgan Chikagoning eng qaynoq otishmalar bo'ladigan, hatto u yerlarda har oyga bittadan politsiya deydi, bu yerda militsiyani, polisni o'ldirib ketadigan joylar bor. U yerda odam o'lmaydigan kun yo'q. Har kuni shunaqa bo'ladi. Amerikalik statistikasi shuni aytadi. O'sha yerda gas stationda turdim. Ular albatta oldilari oynalar bilan bekitilgan. Kechasi men kassirman. Bu yerda kichkina bir akoshka bor. O'sha yerda turib olib, pullarni oldi-berdi qilinadi. Kartlarda pul to'lamoqchi bo'lsa, o'sha yerda o'tkazadi. Kechasi bittasi keldi, meni aldab eshikni ochtirdi. Ochgan, mana ovqat, bu ovqat, bu ovqat, buni olib berdim. Men bilmay qolib eshikni ochsam, shunda pistoletini oldi. Shunda meni ko'kragimga qadab turib, "Aka" dedi, "pulni ber" dedi. Men tushunmay qoldim. Kechasi soat 3. Tushunmadim. Hozir otib yuboraman dedi. Ko'zlari qizarib ketgan, qora tanli odam. Pulni olib ber dedi. Kassalardan bor pulni olib berdim. Albatta men o'zim nimani o'ylamayapman, pulni bermaslikka harakat qilyapman-da. Kassani pastida turgan pulni ular bilar ekan o'zi. Pulni kassani katta kupyuradagi, katta summadagi $50, $100 dedi. Kassani tayini ko'tardi dedi, shuni olib ber dedi. Yarimni olib bersam, hammasini olib ber dedi. Men pulni olyapman, u bo'lsa sigaretni olib turib, xudisining ichiga solyapti. Qisqasi jarayon bo'ldi. Keyin u yerda albatta security turdi. Securityda shunaqa poylaganki, u ichkari xonada ish qilayotgan paytiga to'g'ri kelgan. Chaqirdim, qora tanli odamni, unga ham aytdim. Shunaqa dedim, robbery keldi dedim, o'g'ri keldi dedim. Keyin ular polis chaqirdi, hamma o'da atroflar polislar bosib ketdi. Keyin do'kon egasini chaqirdi, u keldi, bir yarim soat ichida meni police stationga olib ketdi. Olib borib, endi albatta albomlarni ko'rsatyapti, qaysinga o'xshaydi dedi. Endi odam tanish qiyin, u joyda hayajon. Oldin ham shunaqa bo'lgan ekan, u doim jarayonda bo'ladigan ekan u. Men bilmaganman, uni Amerikada men bunaqa jarayonda yangi kelganman, unaqa narsani tushunmaganman. Undan yonidagi gas stationda 5 mayl uzoqlikdagi gas stationda ikkita afg'onistonlik o'zbeklar bo'lganda, ikkalasini ham otib ketgan bo'lgan ekan. Shu 3 oymi 4 oy oldin otib ketgan bo'lgan ekan. Sabab ular o'shalar bilan urushgan, talashgan, pulni bermayman deganda ikkalasini ham otib ketgan ekan. Keyin haligi do'konning egasi aytdi, "Akmal, unaqa pul so'raydigan bo'lsa, bergin." Menga keyin aytdi-da, men keyin tushunganman. O'shunda ham berdim. Qancha bo'ladi? Bir $500 bo'lgan ozgina sigaretlarni olgan bo'lsa, $600, shuning uchun ham odamni otib ketish mumkin ekanda. Misol uchun o'sha paytda men $1.5 dan ishlaganman soatiga. Hozir misol uchun $300 dan soatiga beraman desam, men ishlamasam kerak. Chunki u joyda ishlash, unaqa sharoitda ishlashda men o'zim hozir bardosh bermaydi-da, qo'rqadi odam. Qiyin, kriminal ko'p joylarda ishlash juda ham qiyin.
Endi nimaga aytmoqchimanki, hozirgi kelayotgan o'zbeklar, ular qiyinchilik ustiga kelmayapti. Hozirgi kelayotgan o'zbeklar tanlovni oldida kelyapti. Tanlov, xohlasam bu ishni deb bir qancha tanlovlar bilan kelyapti, lekin u jarayon biz bosgan yo'llar tikonli yo'llarni olib qaraganda. O'sha qora tanli odam keldi, albatta u nasha chekkan, narkotik chekkan, ko'zlari qizil, shu qo'li nimasi ham vajohati ham qo'rqinchli edi. Kelib eshikni qanday qilib ochganini bilmayman, chunki u yerda 200 santimetrlik hamma oynalar bronirованный deydi, haligi qoplangan bo'ladi. Eshikni bir sehrgarlik qilib ochdi. Qanaqa deb ochdiki, mana bu narsani ko'rmayapman, bu narsani ko'rmayapman, mana buni ochgin, eshikni ochsang ko'rinadi deb meni chalg'itdi-da. Men albatta ichingizda yomonlik narsani ko'rmagan odam bo'lsangiz, kulib, samimiy aytayapti-da endi. Ochgandan keyin shuni oyog'ini eshikka tiradi-da, lekin dedi shuni pistoletni mayerga qo'ydi, albatta tekkandan keyin. Endi u yerda boshida tushunmadim, boshida hazil dedim. Keyinchalik jiddiylashib, o'qtalib hozir otaman degandan keyin albatta ko'zingizga bir hayot boshqacha ko'rinadi. Endi albatta u paytda oila, bola chaqa bo'lmagan, uylanmagan bo'lganmiz, lekin bari ota-ona ko'rinadi. Endi nahotki otilib ketsam deb ko'rinadi. Haligi bu jarayonning ichida ko'p narsalar boshingizdan o'tib ketadi. Qo'rquv bo'ladi. Lekin baribir ham men ertasi kuni ishga keldim. Polislar endi o'sha jarayon bo'lgandan keyin meni xabar olish uchun keldi. Yana shu jarayon bo'ladi desa, o'zini profilaktika deydi, o'shuni bir 2-3 kun atroflarda yurish kerak bo'lgan. Keyin o'sha jarayon keldi. Kelib turib, "Sen hali ham ishlayapsanmi?" dedi. Keyin, "Ha" deb aytsam, "Sen qo'rqmadingmi?" dedi. "Sen qayerdansan?" dedi. "Shu O'zbekistondanman." Albatta ular O'zbekistonni bilmasdi u paytda. Endi hozir medialarda ko'p chiqishi bilishi mumkin, lekin Chak degan odam bo'lardi. O'zi securityda ishlardi. U odam har kuni o'zi o'sha olib kelgan mahsulotlarni stocking deydi, haligi tokchalarga, polkalarga qo'yadigan jarayonda u korobkalarni olib turib, ichidagi narsalar xohlagancha korobkaga o'z narsasini olib turib, ko'chaga olib chiqib, mashinada o'g'irlab, o'zining mashinasiga yuklar ekan. Men boshida bilmaganman uni. Bilmaganmanda bir kun turganda kuzatib tursam, o'sha narsalarni qo'yapti, xohlagan kompot soladimi ichiga, chips soladimi, nima solsa soladi. Olib kelib turib, korobkani, misol uchun 10 ta korobkani ichida taklasa polkalarga. Keyin bitta ikkitasini bo'sh korobkalar olib chiqib tashlaydi, bitta ikkita korobkani to'ldirib, mashinasining orqasiga yuklaydi. Men derazadan ko'rib qoldim. Dedim, bu nima qilyapti? Birinchida tushunmadim. Ikkinchi kuni qarasam yana yuklayapti. Lekin Chak o'zi bildi, chunki kuzatuvim tabiiy bo'ldi. Chak shunday keldida meni Alex dedi. Alex dedi, men bu yerda dedi, ko'pchilik yomon bolalar keladi dedi, men ularni nima qilaman? Olib kelib senga tegmaydi, qarab turadi, boshqa dedi. Lekin 2 kun, 3 kun uni kuzatadigan bo'ldim. Har kuni o'sha korobkani olib chiqib ketadi, har smenada olib ketadi. Keyin men uni nimaga aytdim? Jacob degan o'zi o'sha storda, o'sha magazinda gas station deydi, o'sha gas station egasi hind odam edi. Keyin Jacob dedim, ayta olmadim unga o'g'irlayapti deb. Jahli chiqib ketmasin, boshqa nimaga sen 3 kundan 4 kundan kuzatasan, o'sha paytda polisga telefon qilishing kerak. Men tushunmasdim-da qonunlarni. Jacob dedim, men ishdan ketaman dedim. Alex nimaga ketasan dedi. Shuni betimga qaradi-da dedi, Chak dedi, o'g'irlayaptimi dedi. Keyin bittada topdi. Keyin aytdim, looks like dedim, shunaqa xuddi shunaqaroq deb aytsam dedi, bo'ldi men dedi, ertaga keyingi hafta juma kuni ishdan u ketqizaman dedi. Bilsam bilmasam, menimcha u kamerada o'zim sezib turgan, lekin ayta olmagan, qo'rqqan. Aytib qo'yganimni Chak o'zi sezib qoldi. Keyin u Chakni haydadi. Keyin men ishlab o'shandan keyin ham 20-maygacha keyin ishladim. Har bitta inson Amerikaga kelganda qiyinchilik emas, zerikish bo'ladi. Sog'inish bo'ladi. Bu yerda chunki hamma sharoit sistema qurilgan. Ishlayman desangiz ham ish bor, biznes qilaman desangiz ham imkon bor, lekin qaysi biri siz uchun hozir qulay? Misol uchun biznesni bilmasangiz ishlash kerak. Ishlash uchun siz bitta yo'nalish tanlashingiz kerak. O'sha yo'nalishni tanlab turib, keyin o'sha tanlov jarayonida keyin biznesni o'ylab ko'rasiz. Siz qaysi biznesni qilishingiz bu atrofdagi muhitga bog'liq. Demak, ya'ni siz bu yerda do'stlaringiz qilyaptimi o'sha ishni, tanishingiz qilyaptimi yoki siz o'sha qilmoqchi bo'lgan ishga mutaxassismisiz? Shuning uchun uning uchun jarayonni bosib o'tish kerak.
Endi men Amerikaga kelganimda o'zbeklarda juda ham kam tanlov bo'lgan. Vaqt o'tgan sari o'zbeklar ko'paygan, o'zbeklarning boshqa millatlardan, mana arablardan, Pokiston, Hindistonliklardan, kerak bo'lsa ruslardan, boshqa millatlardan ishlarni o'rganib, keyinchalik turli sohalarga kirib kelishgan. Endi men nimani orqaga qaytargan bo'lardim? Qaytarish jarayoni qiyin masala, chunki men hozirgi turgan pozitsiyam tadbirkorlik, oilam bilan Chikagoda yashayapman, O'zbekistonga xohlagan paytimda borib kelaman, O'zbekistonda ham biznesimni ochganman. Shuning uchun hozirgi jarayonlarni men qaytarmagan bo'lardim, lekin o'sha imkoniyatlar bor joydan men to'g'ri foydalanganman. Agar shular O'zbekiston mendan oldin o'zbeklar ko'proq kelgan bo'lganda men tezroq o'rgangan bo'lardim. Hozirgi O'zbekistondan kelayotgan o'zbeklar, demak, ular biz bosib o'tgan 5 yillik yo'lni ular 1 yilda bosib o'tyapti. Logistika biznesi bu asosan 2015-yillardan keyin Amerikada o'zbeklar ichida ommalashdi. Shu menda tanlov o'tirgan paytda men qaysi birida ko'proq vatanga bog'lanib, vatanga investitsiya qilib, O'zbekistonga boraman, qachon hozir boraman degan xayollar bo'lardi. Payti bo'ldi, men O'zbekistonga 3 yil, 4 yil, 5 yilda bora olmadim. Hozir esa yiliga 2, 3, 4 marta borib kelish imkonim bor, chunki filiali O'zbekistonda bor. Shu jarayon men tezlashtirib 2018-yilda trakking sohasiga ishga kirdim. Birinchi bo'lib endi ishga kirish uchun, boshlash uchun sarmoya kerak, ishga boshlash uchun nima kerak? Tajriba kerak. Endi sarmoyani bank qilasiz, boricha qilasiz, lekin tajribani uni o'zingiz yig'ishingiz kerak. O'zingiz yig'ish uchun yo birov uchun ishlashingiz kerak, yoki bo'lmasa o'zingiz o'sha narsalarni o'qib, birorta tashkilotga kirib, o'sha kompaniyaga kirib, ofisga kirib ishlashingiz kerak. Keyin men qaysi jarayonda ikkalasini bittada olaman deb o'yladim. 1 yil davomida men shu ko'chada yurib, haywaylarda yurib, mana bunga ham 8 yil bo'libdi, ishlayman dedim. O'zim oilaviy reja qildik. Keyin ishlash jarayonida 6 oy davomida o'zim kompaniyamni ochib, bir paytda o'zida ishlash jarayonida tajriba to'plab, kompaniyamni ham yurgizishni boshladim. Keyin o'zimning kompaniyamda ham haydovchi bo'lib 6 oy davomida yurdim. Shunday qilib Toshkentda bitta odam oldik, 2 ta odam, 4 ta odam, 6 ta odam, 8 ta odam qilib, shu jarayonda mana hozirgacha kompaniyani yuritib kelyapmiz. Birinchi o'rinda biznesmen bo'lish hammaga ham emas. Biznesmen bo'lish uchun men yuqorida aytgan mezonlar bor, o'zining o'lchovlari bor. U o'lchovlardan o'tish kerak. Men shunaqa deb aytdim, 2 yildan keyin ko'rdim, shuni qilyapti ekan deb aytaveradi. Lekin o'sha qilayotgan odam, gapirayotgan odam o'zi qila olmaydi. O'sha darajagacha yeta olmaydi. Uning uchun ham bir alohida qobiliyat bo'lish kerak. Boyaga aytgandek, ilm, bilim, o'zingizdagi o'sha biznesga bo'lgan tarbiya, o'shalar hammasi mujassam bo'lib turib, siz o'sha narsalarni o'lchab riskka borasiz. Riskka borganingiz, mana men 1 yil davomida yo'lda yurdim. Men bildim, 1 yil davomida oilamdan uzoqdaman. Haftada kelaman, 2 haftada kelaman. Endi o'sha narsalarni men chunki nima uchun yurdim? O'sha biznesning ichiga kirish uchun yurdim. Agar shu haydovchi bilan gapirayotganda, albatta men Arizonada issiqda ketyapti, mashinam buzilib qolgani, yoki bo'lmasa Wisconsinda mashinam qorga botib qolib, 3-4 ta odamlar yordam bergani, yoki bo'lmasa Pensilvaniyaga ketayotgan paytda dizelim yo'lda tugab qolgani, yoki bo'lmasa uydan ovqat qilib olganman, xaladelnikda ovqatim achib qolgani, aynib qolgani, hamma jarayonlar meni ko'zimdan o'tadi. Chunki qaysi ma'noda o'tadi? O'sha driverni, haydovchini tushunish ma'nosida. Demak, o'sha jarayonlar hammasini ko'rib gaplashayotganda u odamni birinchi o'rinda men telefonda bo'ladimi, yuzma-yuz bo'ladimi, o'sha ishga jarayonni qabul qilayotgan paytimda men eshitaman uni. Eshitib turib nima qo'limdan keladi? Albatta u tekinga bir narsani so'raydigan bo'lsa, u qo'limdan kelmasligi mumkin, lekin to'g'ri yo'lni unga ko'rsataman. Amerikadagi trakking biznesda xatosi birinchi o'rinda to'g'ri strategiya qilmay qo'yadi. Misol uchun boshlagandan keyin o'shini bilimi, ilmi yetmay qoladida riskni to'g'ri olmay qo'yadi. Uni bir nechta sabablari bor. Eng katta sabablari bu to'g'ri moliyaviy ta'minotni to'g'ri qo'ya olmaydi. Misol uchun ko'p kredit olib qo'yadi, sug'urtalar bilan to'g'ri ishlay olmaydi, haydovchilar bilan to'g'ri munosabat o'rnata olmaydi. Keyin
kompaniya ishlayotgandagi оборотdagi aylanma mablag'ini olib boshqa tomonga ishlatib qo'yadi. Misol uchun qimmat mashina olib qo'yadi yoki qimmat uy olib qo'yadi. U chunki kelayotgan pul har doim keladi degani emas. Bir kelgan noto'g'ri hisob-kitob qiladi-da, qimmat narsalar olib qo'yadi. O'zbekistonga jo'natadi yoki boshqa narsa qilib qo'yadi. Lekin tadbirkorlarning ichida eng yaxshisi, eng stabilnisi, eng uzoqqa borgani, eng ertasini o'ylaydiganlardan eng ko'pi o'zbeklar. Vaqt masalasi o'zbeklar uchun muhim. Chunki o'zbeklar eng oxirgi kirib kelgan, trakking sohaga kirib kelgan avlod hisoblanadi. Yangi jamiyat hisoblanadi. Chunki birinchi o'rinda trak sohasiga chet ellikdan kirib kelganlari polyaklar bo'ladi, polshaliklar 85-yilda kirib kelgan. Keyingi avlodlar bolgarlar, ruminiyalar, Pribaltika davlatlari, Latviya, Litva, Estoniyalar bo'ladi. Ularga qaraganda biz mehnatkashroqmiz. Biznesing orqaga ketyaptimi? Demak, u chet elda yurganing, tushunmaganliging, boshqa narsa uchun emas. Demak, sizni o'sha yerda bazaviy bilimlaringiz kamligi yoki bo'lmasa atrofingizda o'sha maslahat beradigan odamlarni yo'qligi yoki noto'g'ri odamlarning maslahatiga amal qilish. Demak, siz o'sha maslahatni noto'g'ri maslahatni yoki birovni to'g'ri maslahatini analiz qilib o'zingiz filtrlab o'zingiz biznesingizga joriy qila olmaydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda ham biznesingiz oldiga qarab ketmaydi yoki kengaymaydi yoki qarzga botib qolasiz. Xuddi shu jarayonlar o'sha Amerikaga kelgan o'zbeklarda ham bo'ladi. Chunki o'sha o'zbeklar birinchi o'rinda ko'p kreditlar olish kerak emas, ko'p misol uchun riskka borish kerak emas, xarajatni katta qilib yuborish kerak emas. O'sha narsalarni risk qilgan ekan, ish bitta orqaga qarab ketgan ekan, bu yerda birovni 5 ming, 10 ming dollar yordami bilan, qarzi bilan ish to'g'rilanmaydi. Bu yerda 100 minglab, millionlab dollar orqaga qarab ketadi. O'sha paytda paddeshga o'zingiz himoya qiladigan holatga kelish uchun har doim o'zingizni analiz qilib borishingiz kerak. Analizlardan bitta oddiy narsasi foydasi kelmagan traklarni sotish kerak. Yoki bo'lmasa foyda bermayotgan yo'nalishlarda, misol uchun trakingiz foyda bo'lmayaptimi? Demak, haydovchiga to'layapsiz, dizelga to'layapsiz, inshuransga to'layapsizmi? Kompaniyaga foyda bo'lmayaptimi? Demak, uni ham yo'qotish kerak. Xuddi shunga o'xshagan analizlarni, ichkari analizlarni qilib biznesni to'g'ri yo'nalishda olib yurish kerak. Odamga meni fikrim bo'yicha bir necha marta omad beriladi. Omadni berilishi u qondan ham o'tadi. Agar harakat qilaveradigan bo'lsa, to'g'ri inson to'g'ri paytda bo'lib, Xudo yo'lni ochgan bo'lsa, 30 yoshda ham, 40 yoshda ham, 50 yoshda ham odamga omad keladi. U narsalar o'sha odam o'zini chizig'idan chiqib ketmaslik kerak, o'zining yo'nalishidan chiqib ketmaslik kerak. Yoki bo'lmasa o'sha ishini sevish kerak. Dinimizda ham shunday bir so'z bor, qilayotgan foyda kelyaptimi, o'sha ishni tashlamagin deydi. Demak, o'sha ishni tashlamasdan turib rivojlantiradigan bo'lsa, o'sha bitta ish ikkinchi ishni ochishga, rivojlantirishga yordam beradi. Eskidan gap bor, 99% mehnat, mehnatning orqasida o'sha ko'p asoslar bor. Keyin omad kelib qolganda o'sha omadni ushlab qolish kerak. Odam mehnat qilsa, mehnatni bog'chadan qilish kerak, maktabdan qilish kerak, yoshlikdan qilish kerak. O'sha mehnatini davomini ettirishda yosh bolaning fikri tarqoq bo'ladi. O'sha paytda ota-ona, atrofdagi aka-ukalar, atrofdagi o'sha bola uchun ulg'ayayotgan odam, qiz uchun o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, muhit to'g'ri shakllantirib, keyingi etapini qilgan, keyingi etapini mana bakalavriya kirdi, magistraturani qilgan, kandidatskiy qilgan, doktorskiy qilgan yoki ilm qilgan deb yo'nalishga yo'naltirib turadigan, boshida misol uchun ota-ona bo'lishi mumkin, aka-uka bo'lishi mumkin, keyinchalik oila bo'lganda yo er bo'lishi mumkin, yo xotin bo'lishi mumkin, muhit yaratilib turilsa, o'sha umr o'tadi, 30 yil, 35 yil ichida bitta mukammal mutaxassis, mukammal bir insonlar oilasi shakllanadi. Misol uchun u professor bo'lishi mumkin, doktor bo'lishi mumkin yoki misol uchun bir kuchli rahbar bo'lishi mumkin, kuchli texnokrat bo'lishi mumkin, ishbilarmon bo'lishi mumkin. O'sha ilmda orqasidan ketayotgan muhitni, to'g'ri muhitni ta'sirida kuchli shaxs yetishib chiqadi.
Ammo uning hayotidagi eng katta yutuqlar faqat biznes bilan o'lchanmaydi. U uchun oila eng katta boylik. Farzand tarbiyasi esa eng katta mas'uliyat. O'zga yurtda yashab ham farzandlariga milliy qadriyatlar, hurmat va odobni singdirishni muhim deb biladi. Hozirgi paytda men Chikagoda, Neperli shahrida o'z oilam bilan yashayman. 14 yoshlik o'g'lim Yahyojon, 11 yoshlik Munira va 7 yoshlik Mustafo degan o'g'lim bor. Ular hammasi maktabga boradi. Ularni o'stirish Amerikada oson emas, chunki Amerika madaniyatlar to'qnashuvi bo'ladigan joy. O'zbekistondan kelgan bo'lsa, o'zbek madaniyati bilan Amerikani, Yevropa madaniyati to'qnashadi. Misol uchun, faqat O'zbekiston emas, bu yerda yaponlar kelgan bo'lsa, yapon madaniyati bilan to'qnashadi. Endi Yevropa bilan Amerikaning madaniyati yaqinroq. Sababi Yevropaliklar o'zi Amerikaga asos solgan. Misol uchun nemismi, irlandmi yoki Angliyalikmi, Fransiyalikmi, ispanmi, har bittasining ildizi Amerikada bor. Endi o'zbeklar esa u yerga jamiyatga ham din tomonidan, ham madaniyat tomonidan, ham millat tomonidan yangi kelgan avlodlar hisoblanadi. Endi biz ularga shunaqa bir sharoit yaratishimiz kerakki, o'zbekligini yo'qotma, Amerikani hurmat qilib yasha. Chunki kimsan sen? Amerikansan. Kelib chiqishing kim? Kelib chiqishim o'zbek bo'lgan Amerikansan. Demak, ikkala madaniyatni ham teng olib ketish kerak. Endi bu yerda urf-odatlarni qilish kerakmi? Hammasini emas. Yeb ichishni qilish kerakmi? Hammasini emas. Kiyinishlarni qilish kerakmi? Yo'q, hammasini emas. O'sha o'zbekligini yo'qotmagan, madaniyatini yo'qotmagan avlodlarni shakllantirish kerak. Lekin yutib ketguncha bo'lgan jarayonda baribir ham o'sha kelayotgan mamlakatimiz, Amerika, O'zbekiston bo'lgan joylar, misol uchun qo'shni davlatlar bor, mana Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, o'sha davlatlar, Tojikiston, shu davlatlarni baribir ham birlashib, Markaziy Osiyo deb Turkiy dunyo deymizmi, o'shanaqa bir madaniyatlarni birga festivallar o'tkazib, har xil tadbirlar, madaniy markazlarni qurib, biz baribir ham yosh avlodlarga Amerikada tug'ilgan begunoh deb aytaman men, begunoh bo'lgan avlodlarga, begunoh qaysi ma'noda? Begunoh ularning sababi yo'q, ular mana shu yerda tug'ildi xolos. Biz endi majburlab uni o'zbeksan deya olmaymiz. Majburlab yo tojiksan yo qirg'izsan deya olmaymiz. Endi o'shalarni ushlab turishimiz kerak. Shularga biz sharoit yaratib, o'sha uchun madaniyat markazlari qurib, shu ustida Chikagoda ish olib boryapmiz. Ona til. Bu shunchaki so'zlar emas. Bu insonning ildizi, tarixi va o'zligidir. Shuning uchun ham u farzandlari o'zbek tilini unutmasligi, o'z millatini va madaniyatini his qilib ulg'ayishini doimo muhim deb biladi. Meni hamma farzandlarim hozir Amerikada tug'ilgan, lekin o'zbek tilini yaxshi biladi, muloqot darajasini. Sababi har yili yozda odat qilganmiz, O'zbekistonga borib 2-3 oy davomida kanikulda O'zbekistonda turamiz. Oilaga vaqt ajratmaslikning imkoni yo'q, chunki baribir ham ertaga bizni boqadigan, bizdan keyin qoladigan o'sha farzandlar bo'ladi. Farzandni mukammal bo'lishi uchun bu jamiyatdan orqada qolib ketmaslik kerak. Misol uchun O'zbekistonda bo'lganda o'sha O'zbekistonning sharoitiga moslanadi. Amerikaga bo'lganda Amerikada endi ma'lum ta'limdan tashqari to'garaklar bo'ladi. O'g'limi qiziqqan sohasi futbolga beruvdik, futbolga qiziqdi, hozir futbol bilan shug'ullanadi. Qizlarim ham suzishga berdik. Hozir taekvondoga ko'proq qiziqyapti va muzikaga, pianino chalishga qiziqadi. Middle school deydi, kelasi yilga biz yozdirib keldik, o'sha narsalarni qiziqdi. Violin deydimi inglizchalab, o'zi skripkaga qiziqdi. Demak, skripkaga beramiz. Endi uyda hozir u repetitorga borib, pianinoni o'rganyapti. Mustafo esa taekvondoga boradi. Shunaqa bir o'zini ta'limdan tashqari to'garaklar, o'sha insonni mukammal bo'lishi uchun kerak bo'lgan qo'shimcha darslari, qo'shimcha mashg'ulotlari insonni mukammal bo'lishiga yordam beradi deb shunaqa narsaga e'tibor berish kerak. Farzandlarni maktab jarayoniga ham
internet ta'sir qiladi. Sababi chunki maktabda o'zida internet o'rgatadi. Demak, maktabda o'zi internetda bog'lab qo'ygandan keyin uyga kelgandan keyin uni ajrata olmaysiz. Faqat uni chegarasini bilasiz xolos. Endi o'zini ota-onani qo'ldan keladiganlari shu kompyuterda ishlatishni chegaralab qo'yish uyga kelganda. Yoki bo'lmasa telefon olib bermaslik yoki telefon olib bermaslikda ham ba'zida imkoni yo'q, chunki bola ota-ona ba'zida uyda bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi, maktabda har xil holatlar bo'ladi. O'sha imkon darajasida telefonlarda shu gadjet deydi, o'sha jarayonlarni nazoratda ushlab turish. Sog'lom turmush tarziga amal qiladi. Sport bilan shug'ullanadi. Dunyo kezadi va yangi biznes aloqalarini quradi. Chunki rivojlanish to'xtab qolmaslik degani. Hozirgi O'zbekistonga investitsiya qilayotgan, ayniqsa shu informatsion texnologiyalari, AI deydi, shu sun'iy intellekt, uning ichida misol uchun programma yozish yoki bo'lmasa BPO deydi, Business Processing Outsource deydi. O'zbekistonda shunaqa mukammal qonun yaratilgan, hozir qarorlar chiqib, shunaqa yaratilgan. Bunaqa sharoitlar hozir biz bir paytlar orzu qilardik, eshitardik, internetdan ko'rardik, hindlar maqtanardi yoki bo'lmasa Yevropaliklar, Sharqiy Yevropaliklar maqtanardi, aytardi bizda shunaqa desa, biz o'zimiz hali u jarayonlarga yetib kelmaganligimizni o'ylanardik. Keyinchalik juda haqiqatan vazirlik, idora, shu O'zbekistondagi qonunchilik tashkilotlar juda zo'r ishlashdi. Juda zo'r qonunchilik bazasida 0 stavkada biznesda egasi soliq to'laydigan darajaga olib qo'ydi. Demak, hozir O'zbekistonga biz qancha investitsiya qilgan bo'lsak, O'zbekistonda qonun doirasida eng zo'r soliq imtiyozlarini olganmiz. Demak, soliqni davlat tomonidan 0% to'laymiz. Faqat kadrlarni tayinlashda va tanlashda adashmaslik kerak. Sababi ularga birinchi o'rinda yo'nalish berish kerak, bilim berish kerak, ta'lim berish kerak, keyin talab qilish kerak. Agar shu narsalar to'g'ri ustoz shogirdchilikdan oldin bu yerda ta'limni, bilimni berish kerak. Endi o'sha nuqtai nazardan O'zbekistondagi IT parkdan qonuniy foydalanishni bilish kerak. Endi bu narsalar to'g'risida men ko'p majlislar o'tib, ko'p treninglar o'tib, Amerikaning qonunchilarini o'rganib, shu tracking sohasi bo'yicha ko'p izlanishlarning natijasida bu 2026-yil 18-mart kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida PhD ilmiy ishimni yoqladim, doktorlik yoqladim. Bu O'zbekiston tarixida fan doktori bo'ldim. Men O'zbekiston tarixida birinchi. Sababi men Amerikada tajriba to'plab, O'zbekistonga o'sha tajribamni amaliyotda qo'llab va u yerda 300 ga yaqin ish joylarini yaratib, keyin u yerlarda men takliflarni kiritib, qanaqasi soliq imtiyozlarini 0 stavkaga tushirish yoki bo'lmasa u narsalardan bo'sh turgan IT park va raqamli texnologiya vazirligi ixtiyoridagi bo'sh turgan binolarni ijaraga berish yoki 0 stavkada tekinga berish yoki bo'lmasa bojxonadan imtiyozlardan foydalanib 0 stavkada O'zbekistonga import qilinadigan o'zimizning logistika uchun yoki bo'lmasa o'sha IT xizmatlari uchun olib kiriladigan texnikalarni, biz endi ko'p texnika, kompyuter olib kirishimiz mumkin, lingafon olib kiramiz, jihozlar, aksessuarlar olib kiramiz. Shularni 0 stavkada bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha O'zbekistonga kiradi. O'sha O'zbekistonga olib kirgan yillar davomidagi men qancha investitsiya kiritgan bo'lsam, men hisob-kitobini qilib o'zimiz korxona misolida asoslab berdim. Shu ilmiy ishlarim uchun fan doktorligini oldim. Endi hozir kitoblar chiqaryapman. Bir qancha o'quv qo'llanmalar, ular hamma uchun ochiq bo'ladi. Shu yangi logistikaga kirmoqchi bo'lgan yangi kadrlar va amaliyotda ishlayotganlar uchun ham qo'llanma bo'ladi. Qayerda o'zbeklar jam bo'lsa, u yerda uning hissasi ham bor. U deyarli barcha o'zbek tadbirlarida qatnashadi. Yurtdoshlarini qo'llab-quvvatlaydi va hamjihatlikni qadrlaydi. Hozir biz Amerikadagi ofisda bir 30 tacha odam ishlaydi. Ular endi turli millat vakillari, shu amerikanslar, litovslar, keyin o'zbeklar albatta, boshqa millat vakillari ham ko'p ishlaydi. Mana
Lekin biz bu yerdan turib olib O'zbekistonga xizmat servislarini yuboramiz. O'zbekistonliklarga men hech qachon qo'rqmanglar. Sizlar hech kimdan kam emaslar. Sizlar sizlar hozir IELTSda bu yerda olib universitetda o'qiysizlar, kimlardir bakalavr, kimlardir magistratura, kimlardir mayli studentsizlar. Bu ham bir yangilikka intilish, bu ham bir yosh avlodni o'zini yo'nalishini topishga katta yordam bo'ladi. Shu bitta ishchi o'rnini yaratish, bu bitta oilada 5 ta 6 ta odamni qonini boqish va oilasiga xursandchilik olib kelish va oilasiga yangilik olib kelish deb hisoblanadi endi. Shuning uchun men o'zi Marhamat tumanidagi o'sha qilayotgan jarayonlarda men borganda ota-onalarni yuzidagi nurni ko'rib, bolalarni qo'rqmasligini ko'rib, ham jismonan, ham ruhan, ham ilm bilan, ham bilim bilan ularni oldiga qarab intilishlarini ko'rib juda xursand bo'laman. To'ylar bo'ladi, har xil tadbirlar bo'ladi, futbol uchrashuvlari bo'ladi, har xil misol uchun yangi yil bazmlari bo'ladi, qishki kanikullar bo'ladi. Shu paytlarda biz kollektiv bilan boshqa shaharlarga, misol uchun tog'larga, ko'llarga, mana bir nechta chet davlatlariga sayohatga o'ynatgani yuboramiz. U kollektivni ko'zida yonib turgan nuri va men uchun eng quvonchli bo'lgani jamoa bo'lib ishlashni o'rganib, chet elliklarni shu Toshkentda turib olib, O'zbekistonda turib olib, chet ellikda Amerikani pulini amerikanslar bilan teppa-teng raqobat qilib O'zbekistonga olib kelayotgani meni quvonchga to'ldiradi. Ammo inson qanchalik yuksalmasin, qanchalik uzoqqa bormasin, yuragida bir joy doimo alohida qoladi. Uning uchun bu joy Andijonning Marhamati. Tug'ilib o'sgan maskan, bolalik xotiralari va unutilmaydigan ildizlar.